Assalomu alaykum Taqvo Mebel kuzatuvchilari. Xudo xolasa sizlar bilan yana biz Andijon viloyati Jahon Mebel bozoridan yo'lovlarimiz optim joyga kelganmiz. Optim joyda obzorni qilib o'tamiz. Ustakamiz bilan birgalikda. Ustaka xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, tinchsiz. Xo'p, dastlabkilarimiz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab bor ekan. Xudo xolasa birinchi qo'l usta ekan o'zlari. Albatta kelishuv asosida ekan. Xo'p, bo'lmasa video obzorimizni boshlaymiz ustaka. Bo'lmasa video obzorimizni boshlaydik. Obunachilarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Qattiqroq gapiraverasiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa sizlarga sifatiga baho berib, behijolat qo'ymaydigan ugaloylarimizni. Xo'p, bu yerda 4 komplet ishimiz bor. 1 2 Chester, keyin bu. Xudo xolasa video obzorimizni qilib o'tamiz. Videomizni oxirigacha ko'rib, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Ustaka, buni razmerlarini aytib o'tsangiz. Buni razmeri 230 ga 330 joyga bemalol tushadi. O'zini to'shning razmerini so'ragan insonlarga 210 burchakdan chekkasiga bu burchakdan bu yerga davr 315 işte o'zini to'shning razmeri. Lekin biz aytamiz 230 ga 330 joyga tushadi deb sotamiz. Chunki ishni silzitib, o'rnatib, burchayi aylanaveradi, aka. Burchayi, uyini to'la burchayi tushaveradi. Endi buni ichiga keladigan bo'lsak, ishlatilgan narsalarga keladigan bo'lsak, xo'p, sasna yog'och ishlatilgan. Pampers, prujina, yog'i, yonlari, ispi. Xo'p, orqa taraflarini ham, yo'llarni ham ko'rsatib ko'ramiz. Orqa taraflari ham polni material. O'zini materialdan ekan, hali qora silon qoqilmagan ekan. O'zini materialidan. Ish behijolat. Xo'p. Buni narxini aytadigan bo'lsak, mashina ishimizni hozirgi kunda 4 million 100, 4 million 200 sotilyapti. Sizlar obunachilaringiz telefon qiladigan bo'lsa, 4 milliondan qilib beramiz. Taqvo Mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa, 4 milliondan qilib. Xonini, misol, bu rang yoqmay qolishi mumkin yo bo'lmasa mo'rang yoqishi mumkin. Almashtirib beraverasizmi? Almashtirib beraveramiz. Puli o'zgarib qoladimi bu? Pulda o'zgarish bo'lmaydi. O'zgarish bo'lmaydi. O'zgarish bo'ladi. Qachonki mana Honda qayda polkaligi bo'ladi. Polkaligidan deydigan bo'lsa, aynayli deydigan bo'lsa, o'zgaradi. Shunda o'zgaradi. Unda ham qancha o'zgaradi? Misol polkaligida bir 100 ming, 150 ming o'zgarishi mumkin. Bu aynayligida bir 200 mingdan 300 mingga o'zgaradi. Shu yerda farq qiladi u. Xo'p, ikkita tumbasi bor ekan-a? Ikkita tumbasi bor. Tumbalari ham aka 80 ga 55. Yani tumbalarning holatini ham bemalol. Spalni qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi ekan. Ishlatsa bo'laveradi. 3 ta yostiqchasi bor. Yostiqchasi bor. Xo'p, bu ishimiz buni rasvetkasi ekan. Rasvetkasi bu. Xo'p, narxi ham bir xil. Xo'p, ichlari ham bir xil, razmeri ham shu. Xonada farq bor ekan, u ugalovimiz rangi bilan. Endi bunga podsvet qilib qo'yganmiz bu xonada, bunga buni qo'yganmiz. Hali svetini bir-biriga tushirib komplet qilib qo'yilgan. Xo'p, bu ikkala ishimizni ham deyarli obzorni qilib bo'ldik. Bu ishimizni yutamizmi ustaka? Bu ishimiz Taqvo Mebeldan telefon qilyapmiz deydigan bo'lsa, bu ishimizni yo'lda qilib beraveramiz. O'zi ishni o'zini komplet holatda 5 million 200 sotilayotgan narsa. Agar mana shu Taqvo Mebeldan telefon qilyapmiz deydigan bo'lsa, 4 million 200 mingga beraveramiz. 4 million 200 ming so'mga olishlari mumkin. 3 ta tumbasi, katta tumbasi, xonani razmeri ham menimcha 275 bo'lsa kerak. O'zim ham ustaman, bilaman ancha-muncha. 275 ga nechi bu? 90 mi? 85. 85, 5 ga adashibman endi men ham. 90, 85 deb kelinadi. Keyingisi o'tadigan bo'lsak, ustaga buni material nima ichi? Buni ichi Pampers, prujina. Yoni buniki emas, MDF buni. MDF yaxshi. MDF ham yaxshi. Yog'ochlari terak. Borini aytish kerak edi. Hali buni sasna yoki manaka deb yolg'on gapirish kerak-ku. Bo'lmaydi unda. Sodada qoramallashib qoladi. To'g'ri. Eng muhimi halollik. Borini aytib deb sotiladi. Buni shu sizni kanalingizdan ko'rib telefon qiladigan bo'lsa, 200 mingga beraveramiz. Agar Taqvo Mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa, undan ham ozroq o'tib berasiz aka. Kelishib beramiz. Xo'p, agar shu Andijon
Andijon viloyati bo'yicha telefon qiladigan bo'lsa, dastavkasi ichida qilib beraveradi. Dastavkasi ichida Andijon viloyatiga. Xo'p, keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak, Bu tirish poson deb qo'yamiz buni. tirish poson. Ha. Maylari tirishlik uchun bo'lsa kerak, ustoz. Shu mana shu yerda tirishlik. Yaqinroqdan ko'rishlari mumkin. Aha. Xo'p, bu ishimizning razmeri, Bu ishimizning razmeri bu ham 430 ga 230. O'zi ishni o'zining razmeri 220 ga 420. 220 ga 420. İşte o'zining razmeri. 430 deb sotiladi. Yog'ochi nima aka buni? Buniki ham terak. Aha. Sasna desa, sasnadan ham qilib beraverasiz. Qilib beriladi. Uni kelishaveramiz, narxini, raziyasini kelishib qilib beraveramiz. Xo'p, buni narxi qancha aka endi? Bo'ladigan narxini aytaverasiz, taqvim mebeldan. Bo'ldi. Chiqdim deydigan bo'lsa, Bo'ladigan oxirgi summasini aytaveramiz. Xo'p, 3 million 400 ming so'mga qilib beramiz. 3 million 400 ming so'mga. Xo'p, dastavkalari qanaqa bo'ladi endi? Kelishuv asosida dastavkalar. Xo'p, misol shu narx ichida bo'lib qolishi ham mumkin, kelishuvga qarab, a? Kelishuvga qarab. Xo'p, Uzoqroq joy bo'lsa 200 ming ham bo'ladi. Yaqin atrof bo'lsa, shu shahar ichi bo'lsa qilib berilaveradi. Xo'p, ustaga sizga ham katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, shuning bilan xudo xolisa obunachilarimiz bugungi video obzorimiz ham o'zining nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Xudo xolisa bundan ham arzonroq ugallarimizni obzorini qilib o'tishga harakat qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab turtinglar. Xo'p, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar.